sizlarga yer yuzidagi jannatdan bitta bog' bo'lgan joyni ko'rsataymi? Mana Ravza deyiladi shu joy. Ravzada turibmiz. Kim sog'indi shu joylarni? Tasavvur qilinglar. Payg'ambarimizning oldilaridagi bizning masofamizni bir 20 metr tashkil qilyapti-da. Billa hozir oldilarida turib namoz o'qiymiz. Tez kunlarda sizlarga ham kelish nasib qilsin. Centrum Holidays'dan 20-iyun uchun paketlarimizni ochganmiz. Ya'ni bu mavsum uchun xudo xolisi kelsanglar, sizlarni ham mana shunaqa ravzalarga olib kirib chiqamiz. Kim shu ravzalarga kirishni sog'indi aytinglar. Sog'ingan bo'lsanglar, inshaalloh Centrum Holidays'dan kelsanglar, inshaalloh o'zimizga birga sizlarni olib kelib, Madina, Makka shaharlarida aylantirib, umralarni qildirib, ravzalarga olib kirib, inshaalloh ibodatinglarda yordam berib, xudo xolisa duoinglarni olamiz. 20-iyun kuni reysimizni qo'yganmiz. Batafsil ma'lumotni pastdagi nomerlardan olsanglar bo'ladi.